Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, xayrli kech. Bugun 12-may 2025-yil. Quyosh botmoqda. Mana shunaqangi go'zal tabiat manzarasi. Manzilimiz Rutsovskiy rayon, Selaberyozovka tomonlarida. Shunaqa keng, bepoyon dalalar. Mana bunaqa elektr simlari ham o'tgan bu joylardan. Lekin bizni balaganimizda svet yo'q. Shunaqa gaplar. O'tlar o'sib yotibdi mana. Kimga kerak bunaqa o'tlar? Mana bu joyda kimdir dumbul pishirib yegan ekan, menimcha. Dumbul sezonda qoyil. Ana bu joyda nimadir bor. Menimcha namatakka o'xshayapti. Yoki qanaqadir o'simlikda o'xshaydi. Quyosh nurini sochmoqda. Rutsovskiy, Selaberyozovka manzaralari. Motor ishlamoqda. Ertadan suv tortyapti, ekinlarni sug'orish uchun. Mana shu ko'rinib turgan materiallarning ostida hammasida ekin bor. Ekilgan o'simlik bor. Kabachok, karam, baqlajon, pomidor, peres, ya'ni bulg'or qalampiri. Shunaqa narsalar ekilgan. Bu joylarda yer umuman cheksiz ekan. Mana shunaqa motopompada suv tortilyapti. Adashmasam bir 10 metr yoki 15 metr shunaqa chuqurlikdan suv tortilyapti. Mana shunaqa rezina quvur davlena zo'r. Bunda menimcha dori yuborilgan. O'rnasiz uloq qo'yilgan dori. Joylarga qaram nima edi? Makakami nima derdi? Ular esimdan chiqdi hozir. Shunaqa Makka sorti ekilgan. Bu joy boya aytib o'tganimdek kabachok. Ochiq joyi chiqib qolsa hozir ko'rsataman. Va bu material butun yangi emas. Qanaqadir yirtilgan joyi chiqib qolsa ko'rsataman kabachoklarni. Yerlar ham mana shu sharqdan g'arbga tomon cho'zilib ketgan. Cheksiz bepoyon. Hali bularni yig'ishtirib olish ham bor. Bu joyga ham salafan tortilgan va sug'orilyapti. Yeri turpoqi qum. Mana kapellikdan suv tomib turibdi. Tomchilab ertamangacha tayyor bo'ladi. Keyin men bu teshiklarni teshib sal kattaytirib bu joyga peres, bulg'or qalampir ekilar ekan. Bir 30 bittami 30 tami agat o'sha salafan tortilgan joygacha. Odam bir ishni qilaversa, o'sha ishga ham o'rganib ketar ekan. Boshda kelganimizda bellarimiz voydot, oyoqlarimizdan voydot, kema yo'lga nima kelding yotgan edi. Yo'q, ancha moslashib qoldik. Inson hamma narsaga ko'nikar ekan. Rossiyaga kelmay men o'lay, Rossiyaga kelmay men o'lay deb yurgandik.
yaxshi. O'rganib ketdi. Inshaalloh oktyabrgacha ishlasak, uyimiz tomon ravona bo'lamiz. Sog' va salomat holatda inshaalloh. Mana shu joylarda hammasida ekin ekilgan. Cheksiz. Mana har bitta dugasim bor. Har bittasini orasiga mana bunaqa qilib tuproq to'shab chiqilgan. Sababi shamolda uchib ketmasligi uchun. Bu material o'simliklarni sovuqdan hamda shamoldan, kuchli shamoldan ancha-muncha himoya qilar ekan va o'simlikni hosilga kirishini, o'sishini tezlashtirib berar ekan. Ammo bu yerda shamolni kelganlar yaxshi bilsa kerak, kommentlarda yozib ketinglar. Juda kuchli shamol bo'ladi. Ba'zida qum uchib ko'zlarimizga kirib ketadi. Quloqlarimiz ichidan yarim kilo qumlar tushadi. Mayli. Rizqimiz shu yerlarda ekan. Allohga shukr. Magistralniy kanalimiz, turbamiz, quvurimiz, xullas shunaqa gaplar. Bunaqa. Shunaqa gaplar. Ochiq joyi ham yo'q. Ekinlarni bir ko'zdan kechiraylik desak. Silgan joylari ham ko'p edi. Yo'q bo'lib qolibdi-ku. Ekilgan kabachoqlarimiz ham ancha o'zini tutib qopdi. O'tlar ham o'syapti. Cho'qlar tuproq to'kilib ketdi. Kabachoq bu o'zbekchasiga aytganda oshqovoq. Ruslarning bodringi desa ham bo'laverar ekan. Pishganda ko'ramiz, yana video obzor qilib. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa ham like bosinglar. Komment yozinglar. Xullas kalom qo'llab-quvvatlanglar. 1000 ta bo'lishimiz kerak. Obunachilar, rahmat sizlarga. Boringlarga shukr. Sog' salomat bo'linglar. Bizga o'sha musofirda yurganlar, ona yurtimizga eson-omon farzandlarni, ota-onalar bag'riga sog' va omon qaytishlikni hammanglarga Allohim nasib aylasin. Sog' bo'linglar. Yana ko'rishguncha.